Demak, savollarimiz shundan iborat. Birinchisi, ya'ni ikki xutba orasida qo'l ko'tarib duo qilishlik. Ko'pchiligimiz albatta hadis bor bu narsaga, bilamiz. Ikki xutba orasida duo maqbul bo'ladigan vaqt borligini ta'limotini olganmiz. Ya'ni juma kuni duolar qabul bo'ladigan kun va mana shu duolar qabul bo'ladigan kunning ayni vaqti jumaning ikki xutba orasi deb aytilingan. Va mana shu joyda biz siz duo qiladigan bo'lsak, inshaalloh duolarimiz qabul bo'lar ekan. Lekin ana shu paytda qo'lni ko'tarib duo qilishlikdan qaytarilgan. Ba'zilarimiz qo'l ko'tarib duo qilamiz, ba'zilarimiz qo'l ko'tarmasdan shundoq duo qilamiz. Afzali qo'l ko'tarmasdan duo qilmoqlik. Mana imom domla xutbaga chiqadi, xutbani birinchisi aytib o'tiradi bir fas. Ana shu o'tirilgan vaqt davomida qo'lni ko'tarib duo qilmoqlikdan qaytarilgan shariatimizda. Fiqhiy masalalarda, fiqhiy kitoblarda. Mana shu joyda duo qilmoqlik mumkin. Duoning eng afzali butun dunyoning duolarining mag'zi bo'lmish o'sha biz sizga payg'ambarimiz ta'lim bergan o'sha Robbana atina fid dunya hasana, mana shu duoni qiladigan bo'lsak nurul a'lodir. Faqat qo'lni ko'tarmasdan duo qilmoqlik. Va aytiladiki, o'sha yoki xutba bo'lgandan so'ng, xutbadan so'ng to o'sha iqoma aytilingunga qadar oradagi bo'lgan vaqtda duolar maqbul bo'ladigan vaqt deb ham aytilingan. Va mana shu imkon qadar bo'ladigan bo'lsa, xutba orasida va xutbadan keyin to domla iqomani aytgunicha duo qilib olsa, nur ustiga nur va imkon qadar mana shu joyda qo'l ko'tarmagan afzal, birodarlar. Qo'l ko'tarib duo qilinmas ekan. Azondan keyingi duoni ovoz chiqarib aytishlik to'g'risida so'radilar. Aslan azon duosi haqiqatan bor narsa, biz sizga ta'limoti berilgan narsa. Azon aytib bo'lgandan so'ng duoni baland aytmoqlik joiz emas. Duoni azon aytgan kishi ham, azonni eshitgan kishi ham o'zini ichida aytadi. Endi ba'zi shunday bir misollar keltiriladi, shunaqa bir xulosalar berilganki, mayli o'zgalar o'rganishligi uchun ham azon duosi balandroq aytilinadi deb. Endi 5 yil o'zgalar o'rganish uchun 5 yilini aytilmaydi-ku. 1 oy aytilinar, 1 hafta aytilinar, boringki 1 yil aytilinar, lekin yillab azondan keyin duo ovoz chiqarib aytilmaydi. Duo xufiya, pastroq qilib aytilinadi. Mana shu mikrofonda bo'lsa ham duoni, ya'ni azon duosini baland qilib aytishlikdan qaytarilgan. Mayli aytsa bo'ladi, lekin imkon qadar bir vaqtda aytilinadigan bo'lsa, qolgan vaqtlarda aytilinmaganligi afzalroq hisoblanar ekan. Keyin yana bir juda chiroyli bir mavzu savol bo'ldi. Ana shu biz sizga bugun ayniqsa yoshlarimizga kerak bo'ladigan mavzu. Bizga shunday bir savol qilishdiki, insonning qo'lini o'pishlik mumkinmi? Mana shu mavzuni biz bugun yaxshi bilmaymiz. Bizni oramizdan ko'tarilib ketgan mavzu. Bizni udumlarimizni ichiga kirmay qolgan mavzu. İnsonni qo'lini o'pmoqlik bu shariatda ruxsat berilgan, joiz bo'lgan amallardan. Endi hammani emas, ulug'larni, misol ustozlarini, olim bir vali kishilarni va bulardan ham eng afzali ota va onani qo'lini o'pmoqlik bu vojib amal. Vojib, bu yaxshi bo'ladi degani emas, bu o'psa bo'ladimi, ruxsat degani emas, vojib o'pishingiz shart degani. O'g'illar, bolalar, ota-onalaringizni qo'llarini o'pishligingiz shart. O'sha qo'l sizlarni voyaga yetkazdi. O'sha qo'l mehnat qildi. O'sha qo'l sizlarga bir burda non keltirib, bugun mana shu darajada 70-80 kilo go'sht bo'lishingizga o'sha qo'l sabab bo'ldi. Endi u qo'lni o'pmaslik
Bu qanaqa amal? Otani, onani ayniqsa qo'lini har kuni o'ping. Onani qo'lini o'pmoqlik bu jannatni o'pmoqlik bilan barobar. Siz jannatni, yerini o'pishlikni, jannatni bir misolini, bir joyini o'pishlikni istamaysizmi? Siz hayoti dunyoda tiriklik chog'ida bu hayotda yurib ham jannatni o'pishni istasangiz, jannatni hidlashni istasangiz, borib onangizni qo'lini o'ping. Onangizni qo'lini hidlang. Onangizni quchoqlab chuqur hidlab oling. Bu jannatni hidlagan bo'lasiz. Jannatni o'pgan bo'lasiz. Jannatni o'pganni savobiga dohil bo'lasiz. Siz kichikligingizda o'sha qo'llar sizni ko'tarib yurgan. O'sha qo'llar sizni yelkangizga urgan. O'sha qo'llar sizni yupatgan, uxlatgan, bemor bo'lganingizda boshingizni silagan. U qo'lni bir kunda 100 marta o'psa ham arziydi. U qo'lni minglab o'psa ham arziydi. Mana shu savolni bermoqlikni o'zi qo'pol qilib aytganda bu bir nodurust amalki, otani, onani qo'lini o'psa bo'ladimi? Bu savol, bunaqa savol berilmaydi. Savol, ota onamni 100 marta qo'lini o'paman, 200 marta o'psam bo'ladimi deganda to'g'riroq bo'lardi. Shuning uchun bu amalni yoshlarimiz bugun juda yaxshi o'rganib olinglar, o'zlaringizga jam qilinglar. Bu ota onani qo'lini o'pmoqlik sizga baraka. Ota onani hurmatan bu hayoti dunyodagi hurmatni ko'tarishingiz bilan birgalikda o'zingizni rizqingizga ham baraka bo'lib kelishligiga sabab bo'ladigan amallardan bo'lar ekan. Shuning uchun har doim, har kuni ertalab otalarni, ayniqsa onalarni oldilariga kirib qo'llarini o'pib duolarini oling. Erta u qo'lni keyin topa olmaysiz. Hozir borligida foydalanib oling. Hozir borligida jannatni hidlab oling. Hozir sizni yoningizdaligida jannatni o'pib oling. Shu bilan jannatni ko'rmoqlik qiyomatga qoladi. Masjidda yoki uyda o'zi alohida namoz o'qiganda azon va qomat aytishligi to'g'risida so'raganlar. Azon aytsa yaxshi. Endi jamoat masjidda u azon aytilinadi, o'z-o'zidan iqomat ham aytilinadi. Uyda agar o'zi alohida namoz o'qiydigan bo'lsa, azon aytsa yaxshi, aytmasa gunohkor bo'lib yoki namoziga nuqson tushadigan holat yo'q. Azonni aytmoqlikning durustligi Payg'ambar alayhisalomning ta'limotlariga nazar soladigan bo'lsak, azon aytilingan joydan shayton bir necha chaqirim qochar ekan. Uyingizdan shaytonni haydamoqchi bo'lsangiz, ana shu azon ayting. Yomon jinlarni uzoqlashtirmoqchi bo'lsangiz, uyingizga azon ayting. Azon aytilingan joydan shayton va jinlar mana shunaqa tarzda bir qochib ketishar ekanki, to ovoz yetguncha darajadagi joyda qochib ketar ekan. Shuning uchun uyda namoz o'qilganda baralla qilib azon aytmoqlik afzal amallardan. Aytmasa bu namoz emas degan emas, yana qaytaramiz. Chunki namozni shartlariga kirmaydi azon. Azon chaqiriq hisoblanadi. Azon aytilinadigan bo'lsa, savobi yana kattaroq bo'ladi. Imkon qadar azon aytmoqlik afzal. Aytmaydigan bo'lsa, mayli, unda hech qanaqa buni zarar ziyoni yo'q. Faqat shu yonlaringizda shayton bo'lib turar ekan. Mana keyin men namoz o'qisam agar 3-rakatmidi, shu 4-rakatmidi? Hozir bu surani zam qiluvdimmi? Rukuga borishim kerak edimi? Sajdaga hammamizda bu qoladi-yu, namozda nechinchi rakat edi? Shu turadi-yu, o'rnidan o'ylanib qolasiz-da. Shu
qaysi rakat edi, qaysi surani o'qiyotgandim. Ana shuni sababi shayton yonimizda biz sizni fitna qilib, biz sizni boshimizdan aylantirib, xayolimizni buzib turadigan ishlarni qilib turadi. Har narsalarni yodimizga keltirib turadi. Shuning uchun azon aytilingan bo'lsa shayton qochib ketar ekan va namozimizni mukammal bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Endi iqomat, ya'ni qomat esa bu albatta aytilinishi, ya'ni erkaklarga, bu faqat ayollar aytmaydi. Erkaklarimiz albatta agar azon aytsa, aytmasa farz namozlaridan oldin albatta iqoma aytadi. Ya'ni qomatni aytib, ana undan so'ng niyat qilib farz namozini bomdod bo'lsin, peshin bo'lsin, farz namozidan oldin albatta iqomat aytishligi shart. Bu namozning shartlariga kiradigan amallardan hisoblanar ekan. Mahs tortish qoidalari to'g'risida ham so'rashdi. Bugun albatta bu eng kerakli mavzulardan, chunki hozir sovuq bo'lganda ko'pchiliklarimiz mahsi kiyib olganmiz. Hozir mana juda bir yaxshi mahsilarimiz chiqqan. Obuv, nima oyoq kiyimi unaqa kalish, avvalgi mahsilarga o'xshab kalishlar bilan, katta narsalar bilan emas, oddiygina o'sha tufli, krossovkalar bilan kiyadigan mahsilar bor. Buning eng yaxshi yechimi shundan iboratki, qish kunida oyoq yuvib o'tirmaysizda, tahorat olganda sovuq bor, o'sha yoki iliq suv, issiq suv topilmay qoladigan bo'lsa, bemorlanish kelib chiqishi mumkin, oyoq og'rig'iga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham mahsilar kiyilyapti. Juda yaxshi bu. Mana shu mahsilarning shartlari ham ko'p. Albatta mahsi avvalo shunday bo'lmoqligi kerakki, mahs tortilganda yoki qo'l bo'lib, qo'lni ho'l qilib o'sha mahsini oyoqqa kiyib bir tutam qilib bir nafas ushlab turib keyin qo'yib yuborilsa, nam bo'lmaydigan narsa bo'lsa, unga mahs tortsa bo'ladi. Ba'zi bugun shunaqa bir yo'nalishdagilar fatvo berib yotibdiki, paypoqqa ham mahs tortsa bo'ladi deb bo'lmaydi. Oddiy qilib, lo'nda qilib aytamiz, paypoqqa mahs tortib bo'lmaydi, chunki mahs tortadigan kiyimni o'zini shartlari bor. Bu tahorat bobida ko'rsatib o'tilingan shartlarning eng bittasi o'sha qo'lni ho'l qilib, oyoqqa kiyilgan o'sha mahsni, oyoq kiyimini ushlab turiladi. Agar namni, suvni oyoqqa o'tkazmaydigan bo'lsa, ana shu narsaga mahs tortib bo'ladi. Xullas, uni tikka qo'ysa tik turishi kerak. Shunga o'xshash yana bir necha shartlari bor. Endi biz hozir mahs to'g'risida to'xtalyapmiz. Mahs tortmoqlikni shartlari, odoblari shundayki, mahsini kiyishdan oldin tahorat olinadi. Ya'ni misol uchun bomdodga turdik. Tahorat oldingiz, tahorat olib bo'lganingizdan so'ng oyog'ingizga mahsi kiydingiz. Mana shu mahsi kiyildi toki peshin namoziga borib tahorat buzildi. Tahorat buzilgandan so'ng peshin namoziga tahorat olmoqchi bo'lsak, tahorat qilamizda va oyog'imizni yuvib o'tirmaymiz. Ana shunda biz mahsimizga ikki qo'limizni ho'llagan holda eng kamida 3 barmoq bilan, bo'lmasa 4 yoki hamma barmoq bilan shunday bir mahsini ustidan mahs tortib qo'ysak, bu kifoya qiladi. Bu sunnat amal aslida, lekin tahoratni oyoq yuvmoqlik farz bo'lganligi uchun mana shu mahsiga keyin farz tarzida mahs tortiladi. Endi shu yerda yana bir masala bor. Mahsi bir sutka davomida bir marotaba yechiladi. Bir kun mahs tortib yursa bo'ladi. Hozir aytdik, bomdodda mahsi kiyildi. Demak, bu bomdodda biz mahsini yechib yana oyoq yuvishimiz kerakmi deydigan bo'lsak, yo'q. Biz mahsini kiygan paytini hisoblamaymiz. Mahsini ustiga mahs tortgan paytimizni hisoblaymiz. Biz mahsini ertalab bomdodda kiyuvdik, lekin tahoratimiz peshinda buzilib, peshin namoziga mahs tortdik. Hojibo oldindan o'ting. Oldinga o'ting. Biz peshinda mahs tortib oldik. Mana shu
peshindan hisoblaymiz. Demak, bu kunisi peshinga endi uni yechib, qayta yangi tahorat olib, yana mahsini kiyib, undan keyin yana mas tortishlikka davom etsa bo'lar ekan. Xo'p, yana mahsini shunday bir qoidalarini bilishligimiz shart bo'lganlari bu juda ko'p. Eng asosiylarini o'rganib o'tishlikka harakat qilamiz. Vaqtimiz bo'lib qolyapti. Bu mahsini misol uchun agar ertalab kiydi, tahorati misol peshinda buzildi. Mahsini kiydi-yu, lekin bir soatlar yurdi, shu oyog'ini qisdi yoki ichida nimadir qoldi endi. Biron bir narsa, kichik narsa paypog'iga yopishib qoldi, u oyog'iga tiqilib yotibdi. Mahsini yechib, agar tahorati buzilmagan bo'lsa, mahsini yechib, o'sha narsani olib tashlab, keyin yana kiyib davom etadigan bo'lsa, u shu lahzada turadi. Ya'ni kiygandan keyin o'rtada tahorat buzilmagan holat davomida mahsini yechib kiyishlikka ruxsat. Agarki tahorat buzilib mahsini ustiga bir marotaba mahs tortilgan bo'lsa, agar keyin uni yechadigan bo'lsak, butunlay yechib qaytadan tahorat qilib, keyin qaytadan kiyishligi shart bo'lar ekan. Shuning uchun mana shu narsalarga ham e'tibor qilamiz. Misol uchun ikkita namozga kiydik, mahsini ikki marotaba mahs tortdik, uchinchisiga bittasini yechishlikka to'g'ri kelib qoldi. Tahorati bor. Misol asrga kirishligi kerak, tahorat oldi, mahs tortdi. Lekin shu nimadir bo'ldi, mahsini yechishi kerak bo'ldi. Mahsini yechgandan keyin butun tahorati buziladi. Qaytadan to'liq tahorat qilib, yuz qo'llarini yuvib, oyog'ini yuvib, ana qaytadan keyin mahsini kiyadi. Mahsini tortishlikning asosiy shartlari mana shu. Hol va qudrat bu xususda yana bir mukammalroq tushuntirishlikka harakat qilamiz, chunki vaqtimiz bo'lib qoldi. Tashqari sovuq, tashqaridagilarni azob bermaslikka harakat qilib, shuning uchun namozni o'z vaqtida ado etishlikka harakat qilamiz. Alloh taborak va taolo barchalarimizni olgan ilmlarimizga sobit bo'lmoqlikni, Alloh taolo suygan bandalardan bo'lishligimizni, Alloh yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lishligimizni va Alloh o'zi buyurgan to'g'ri yo'lda sobit bo'lishligimizni, barchamizni va o'zimizni va ahli ayollarimiz, farzandlarimizni ham Alloh taborak va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasdan chiroyli amallarda sobit bo'lishligini Alloh nasib aylasin va oxiriy da'vanan alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim.